Bizning shior halollik foydadan ustun. 7-mart kechasi mana buqalarimiz so'yilib keldi. Fermer akamiz o'zi so'yib keldi. 3 ta buqa. Necha kilo keldi az bular? 3 tasi 1 tonna 30 kilo. 1 tonna 30 kilo. Mana jigarlarni qarang. Issiq, hali dumg'azalari. Endi buni o'zimizning xodimlari edi. Ularga apshakka ishlatamiz. Bu mijozlarimizga bu buqalar. Sonlari, qo'llari va bu yoqda har kuni bosim bog'iga mana shu 3 ta 4 ta buqa sveji so'yilib mana shu akam jo'natadi o'zi. Hozir mana ana teleshkalarda sudragan videolarni ham qo'yamiz-ku. Uni yoqda o'zingiz olasiz. Shunday. Men ko'p aytaman, o'zing yemagan narsani birovga ravo ko'rma deydi. Chunki mana o'zimiz mana shunday buqalarning go'shtidan yeymiz va sizga ham ravo ko'ramiz. Haqiqiy mehr somsada mana shunday mehrli buqalarning go'shtlari bor. Hammangizni Bosim bobo mehr somsasida va Bosim bobo mehrli baliqlarida kutib qolamiz. Iftorlikni biz bilan kutib oling.